Ba'zilar borda. Uylanguncha onasiga bitta shokolad olib kelmagan. Uylangandan keyin korobkada shokolad olib kelib, sekin onasi o'tirgan uyda oldiga yana derazani engashib o'tib ketadi-da, onam ko'rib qolmasin deb. Ha, enekin ona ham jahli chiqadi, o'ylang. Jahli chiqadi. 25 yil baqib o'sha bolaning qo'lidan bir dona shokolad yemagan u, uylab qo'ysa, bir oylik kelinga tashib tursa shokoladlardi. Liboy onani ham g'alati bo'ladi-da, o'ylang. Sizni bolangiz shuni qilsa g'alati bo'lmaysizmi? Ana shuning uchun yigitlar uylanganlar. Uylanganingizdan keyin shokolad olib kelsangiz, uyga narsa olib kelsangiz, derazani tagidan yashinib, xotiningiz oldiga kirmasdan olib kelib onangiz oldiga qo'ying, ota-onangiz oldiga. Mana deng. O'shalarni oldiga qo'ying, ular bo'lib beradi, keyin olib kirib keting. Birinchi kuyovlar xotinim onamni hurmat qilmayapti deydi-yu, birinchi hurmatni birinchi kuyov bola buzadi. O'sha onasidan yashirib kelinchalik xotinni yangilik paytda, kelinchalik paytda xotiniga olib kirdimi narsalarni onasidan yashirib, qo'ltig'iga tiqib olib kiradi. Mana deydi. Onamlar ko'rgan yo tezroq xotin tez yeyimizda deydi. Mana qog'ozlarni, po'choqlarni yo'qot deb qo'yadi. Yo'qot, onam ko'rmasin deydi. Tamom, u kelin qaynonani hurmat qilmaydi. Chunki nima? Erdi kuyov bolani o'zida ko'rib turibdi. Kuyov o'zi onani bir tinga olmayapti-yu. Kuyov o'zi onadan yashirib xotinga olib kelib turibdi-yu. Endi u kelin qanaqa qilib ertaga qaynonasini hurmat qilsin? O'zi aldayapti-yu onasini. Qanaqa qilib u kelin qaynonaga mehr bersin? 25 yil baqqan o'g'ilda mehr yo'q. O'shuning uchun birinchi kuyov bolalar hech qachon ota-onangizdan yashirib xotiningizga bir narsa olib kirmang. Ana shu yerda birinchi ota-onangizni xotiningiz oldida past ko'rgan bo'lasiz. O'zingiz boshlab berasiz ota-onangizni qadrini tushirishni. Hamma narsani ota-onangiz oldiga olib keling. Hali ota-onangiz o'lib qolgan yo'q, tirik bo'lsa oldiga olib keling. Mana deng. Xotiningizga ayting. Birinchi onamga olib kiraman deng. Onam birinchi deng. Keyin sen desiz, ana enekin xotiningiz ham onangizni hurmat qilishni boshlaydi. O deydi, onasini hurmat qilar, gap qaytarmaydi.